Shohida Eshmamatova jinsiy aloqada og'riq bu normami? Yo'q, bu holat norma emas. Men Shohida Eshmamatova, akusher-ginekolog sifatida bugun savollaringizga ochiq javob beraman. Ko'p ayollar shunday o'ylashadi. Jinsiy aloqada og'riq bu norma yoki bunga chidashim kerak deb. Bunga aslida sabablar qanday bo'ladi? Ko'pgina urf-odatlar, an'analar, kattalarning gaplari, YouTube'dagi har xil fikrlar. Aslida bu hammasi haqiqatga qanchalik yaqin? Bularni o'ylab ko'ramiz. Men bugun sizlarga aniq, ochiq ayta olamanki, og'riqlarga chidash bu eng katta afsona hisoblanadi. Qachon ayolda jinsiy aloqa paytida og'riq bo'lishi mumkin? Ko'pincha qandagi mikroflora buzilgan bo'lsa, ko'pgina infeksiyalarda, vaginizm holatlarida, gormonal buzilishlarda, qunda achishish, quruqlik bo'lgan holatlarda ayollar diskomfort yoki og'riq his qiladi. Shuni hisobga olish kerakki, aloqadan keyin qandagi turli xil ajralmalar kelishi, ko'p qon kelishi, achishish, yonish hislari bu aslida norma emas. Lekin ko'pgina ayollar eng ko'p xato qilishadi. Bu norma, internetdagi retseptlar, turli xil shamlardan, hammani maslahatlaridan ko'p foydalanishadi. Bu bilan o'z sog'lig'iga ziyon yetkazadi. Aslida esa ayol yaqinlikdan og'riq emas, huzur his qilishi kerak. Ayol bu belgilarni qanday his qilishi mumkin? Qandagi mikroflora ko'pincha infeksiyalar, jinsiy sherigida muammolar sababli yuzaga keladi. Ayolda tahorat olganda jinsiy yaqinlikdan oldin kuchli achishish, qichishish, qizarish, diskomfort holatlari seziladi. Bunday holatlarda ayol tezda shifokorga murojaat qilish kerak. O'zidan o'zi kerakli va keraksiz shamchalardan foydalanish noto'g'ri hisoblanadi va gigiyenaga to'g'ri kelmaydi. Va har jinsiy yaqinlik paytida og'riq bo'lishi ham aslida norma emas. Chunki aloqa paytida ayol rostakamiga huzurni his qilish kerak. Og'riq esa holatni yanada yomonlashtirishi mumkin. Jinsiy aloqadan keyin achishish bo'lsa-chi? Albatta bu ham norma emas. Jinsiy aloqadan keyin achishish bo'lsa, bu ham qandagi suyuqlik tarkibining o'zgarganligi, ko'proq ishqoriydan kislotali muhitga o'tib ketganligidan darak beradi. Bu holatda nima qilish kerak? Bu holatda birinchi navbatda shifokorga murojaat qilish kerak. Vaginizm holati nima degani? Vaginizm holati bu ayol va erkakka qo'shilganda yaqin holatda ayol jinsiy yoriqlari tor bo'lishi hisobiga ayol jinsiy aloqadan qo'rqadi, o'sha torlik hisobiga mushaklar qattiq tonusga kelib qoladi va har yaqinlik bo'lganda ayol o'zida kuchli og'riq sezadi va keyingi aloqaga qo'rqib kiradi. Bu ayolda esa juda ham kuchli noxush hissiyot uyg'otadi. Vaginizm holatlarini sezsangiz yoki sizda yaqinlaringizda bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qiling. Yaqinda ham shunday bir bemorimiz bo'ldi. 3 yildan beri mana shunday vaginizm holat hisobiga jinsiy aloqada og'riq va diskomfort his qilgani uchun biz buni 1 oyda davoladik va bemorimiz juda ham xursand bo'ldilar. Hozir hayotlari yaxshi. Yana nima muammolar bor? Vaginizm, gormonal yetishmovchilik. Gormonal yetishmovchilik holatlarida nima qilish kerak? Bu holat borligini men qayerdan bilishim mumkin? Gormonal yetishmovchilik bu ko'proq yoshi 40 yoshdan oshgan ayollarda yoki yosh kattalarda kuzatiladi. Gormonal yetishmovchilikda estrogenlar va boshqa ayollik gormonlari kam ishlab chiqarilishi hisobiga ularda quruqlik yuz beradi. Quruqlik hisobiga ishqalanish kuchayib, ayolda battar achishtirish va og'riqni yuzaga keltiradi. Bu holatda ko'proq fitogormonlardan yoki dorivor o'simliklardan foydalanib, ayollik jinsiy gormonlarini oshirish muhimdir. Agar bu mavzular sizga ham qiziq bo'lsa, javobingizni izohlarda qoldiring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda bundan ham qiziq ma'lumotlarni qo'yishda davom etamiz.